Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Kechki video bitta olay dedim shuni. Biz Jonboyni Oqdaryo bilan tutash chegara hududidamiz. Signal juda ham past. Ana bu yerda hozir nima qo'ydik? UCL qo'ydik. Internet tezligi ba'zi stansiya вообще yaqin. Uyning ichida ham 4G to'la turibdi. Lekin juda ham sust, yarim 1 megabayt 2 GB o'tib qolyapti. Tomdan lekin ba'zi stansiya ko'rinyapti. Signal juda past, sektorlari boshqa tomonga qaragan. Shuning hisobiga bu yerda internet juda ham sust ishlayapti. Mana antenna ishiga qo'ydim. Antenna juda zo'r, chiroyli qabul qilyapti. Antennani ko'rsataman. Xo'sh. Bismillah. Antennacha kronshtaynga o'rnatildi. Hammasi chotki. Juda moshni mana. Konkretni baquvvat. Ikkita kabelchi ketyapti. Videoni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, 4G internet bilan shug'ullanamiz. Ya'niki, internet telefonda simli internet bormagan yoki internetda simli internet bormagan yoki telefonda svязь yaxshi chiqmaydigan joylarda chiroyli internet qilib beramiz, Wi-Fi qilib beramiz. SIM karta bilan ishlaydi. Router qo'yamiz. Bu 4G signalni baquvvat qilib, kuchaytirib, ichkariga routerga beradi. Ana endi hozir internet tezligi boshqasini ko'rsataman sizga. Ichiga routerni ham ko'rsataman. Tak. Tak. Shuni videochasini olay. Routerchamiz. Kaddi signal to'la. Qo'yman faqat. Birontizimda shuni aylantiring, shu internet tezligi ma'lum bo'ladi-da. Mani kanalimdan qo'ying. Bironta o'tkazib internet tezligi shunaqa vaqtda bilinadi. O'svat kechki 10 eng shu pikovi vaqti. Ba'zi stansiyalar nagruzka payti juda ham chiroyli ishlayapti. Mana o'tkazingchi yana. Qotmasdan, qotish yo'q. Shu internet tezligi 15 megabit atrofida. Skajat qilyapsizmi? Yuklayapti. Ham yuklayapti, ham internet tezligi o'lchyapti. Konkret. Shunaqa.